Bir xona bo'lishiga qaramay, planirovkasi ko'zning bu kvartirani sotuvga chiqargan kelib turibmiz. Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz kelib turgan manzilimiz Termiz shahar Ibn Sino ko'chasi. Yana ham orientir to'g'ri tushuntiradigan bo'lsam, Padshah restorani atrofida 5 etажlilar 3-qavatda bo'lyapti. 10 million kredit kvadratini tashkil etadi. Hech qanaqa kredit, hech qanaqa taqiq yo'q. Hozir biz turgan xonamiz katta, ya'ni zal, mehmonxonamiz, yotoqxonamiz, hammasi shu bo'ladi. Balkoni bor. 5 qavat domla 3-etajda. Yaqinda Yevro remontdan chiqdi. Kirib yashashga tayyor pardaga ham qilasiz. Eng asosiysi shamol aylanishli skvozniy kvartira va sanuzel alohida. Qarang, ba'zi ikki xonaliklarda unaqa emas. Ko'rishingiz bu hojatxona. Bunisi dushovoy, konditsioner aristonda qo'yilgan. Tashqi ishdan kirib o'ngga qayrilsak, kuxnyamiz. Kuxnya mebellar yaqinda yasatildi. Mana bu yerga demoxotlar qo'yib beriladi. Katyollar o'z uyimiz uchun alohida bo'lmoqda. Ko'rishimiz mumkin. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi 355 million so'm deb baholandi. Xayriga 1-2 million kam bor. Agar ikkilamchi qilishning ham imkoniyati bor, bir 100 million, 200 million yetmay qolsa, ipoteka qilib ham beramiz. G'ishlik uylardan 5 qavat domla 3-etajda 47 kvadrat. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Shu yerda videorolikimiz tamom.